Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz o'sha boyitish jarayonini yuzaki ma'lumot berib o'tdik. Ya'ni maydalash, boyitish, yordamchi jarayonlar, o'sha yordamchi jarayondan keyin olingan konsentrat mis eritish zavodiga, ya'ni eritish zavodlariga yuboriladi. O'sha bugungi mavzuyimiz metallurgiya. Metallurgiya, sizlar bilasizlar, 3 ta bo'limga bo'linadi, turga bo'linadi. Pirometallurgiya, gidrometallurgiya, elektrometallurgiya. Pirometallurgiya bu 400 gradusdan yuqori temperaturada eritish, kuydirish ishlari olib boradigan jarayonlar o'sha pirometallurgiya deyiladi. Gidrometallurgiya harorati 400 gradusgacha bo'lgan turli eritmalar yordamida metallarni eritib ajratishga asoslangan jarayon gidrometallurgiya deyiladi. Elektrometallurgiya maxsus elektr toki bilan o'sha metallarni ajratishga asoslangan usul elektrometallurgiya deyiladi. Biz bugun o'sha tinglovchilarimiz tomonidan savollar tushdi bizga, yozilganda kommentariyada sorupsiya bo'yicha ma'lumot bering umumiy deyilganda. Shuning uchun biz bugun gidrometallurgiyadan boshlaymiz. Gidrometallurgiya maxsus eritmalar, sulfat kislota, sianid eritmalari yoki shixo eritmalari yordamida o'sha metallarni eritmaga o'tkazib olib ajratishga asoslangan. Bunday gidrometallurgiya bilan boyitiladigan metallarga biz misol qilib mis, oltin, kumush, nikel, rux kabi metallarni misol keltirsak bo'ladi o'sha gidrometallurgiya gumonlangan. Bunda umumiy qoida bor. Avval metal tarkibli mineralni eritmaga o'tkazib olib, eritmadan sorpsiyalangan mahsulotni desorpsiyalangan mahsulotni tozalab, eritib metal olishga asoslangan. Ya'ni hamma gidrometallurgik jarayon bir xil. Birinchi bosqich. Ya'ni gidrometallurgikning o'zi ham bir nechta ajratib olish usuliga ko'ra o'sha chanlarda, pachuklarda tanlab eritish. Masalan, oltin metallini ajratib olishni misol keltiradigan bo'lsak, chanlarda, pachuklarda oltinni eritib, eritmaga o'tkazish usuli bor. Yoki bo'lmasam yer ustida kuchkalar, uyumlar qilib o'sha yer ustida tanlab eritish usuli bor. Yoki bo'lmasam agar foydali komponent miqdori kam, uni qazib olib, maydalab, yanchishga ketadigan xarajat iqtisodiy tomondan qoplanmasa, yer ostida oltin konlari bo'ladigan bo'lsa, ularga maxsus eritmani berib, ikkinchi tarafdan erigan eritmani tortib olib, yer ostida tanlab berish jarayonlari bor. Yer ostida tanlab beriladi. Yoki bo'lmasa o'sha boya aytib o'tgan yer ustki qismiga ko'cha qilib, uni ustidan eritma berib, ergan eritmani tortib olib, metallarni ajratib olish jarayonlari olib boriladi. Bular hammasi bir xil. Endi o'sha ajratib olish uchun birinchi qilinadigan ish, agar yer ustida uyum holatda yoki bo'lmasa pachuklarda, chanlarda o'sha eritmaga o'tkazish uchun u dastlab qazib olinib, tayyorlash jarayoni olib boriladi. Ya'ni maydalaydi, yanchiladi. Olingan o'sha maydalangan mahsulotni eritish jarayoni olib boriladi. Oltinni har qanday kislota bilan ham eritib bo'lmaydi. Oltin kislota bardoshli metal hisoblanadi. Hamma kislotada ham erivermaydi. Oltin eriydi. Sianid kislotasini eritmasida eriydi. Ya'ni sianid kislota tuz eritmasida shoh arog'ida eriydi. Shoh arog'ini bilsalaringiz, tarkibini kommentariyga yozasizlar. Sianid bu sianid kislotasini tuzidan tashkil topgan natriyli yoki kaliyli sianid, natriyli ishlatiladi. Natriyli sianid kislotasini eritadi oltinni. Qachonki unga havo berilsa, o'sha oltin eriydi.
Mana bu oltin o'sha ruda tarkibidan mana bu holatga eritma tarkibiga o'tib oladi. Bu o'sha sianid kislotasi yordamida eritildi, unga havo berib, faollashtirib, eritish jarayoni olib borildi. Mana bu eritmadagi oltinni sorbsiyalash jarayoni maxsus ko'mirlar, ko'mir tashlab o'sha oltinni o'ziga yutib oladi. O'sha ko'mir suvni shimib olish xossasi bor. Shunga o'xshash eritmaga maxsus gil, pil deb nomlangan turli o'zbekchasiga qatronlar deyiladi. O'sha qatronlarni o'sha eritmaga tashab, mana bu oltinni o'ziga yutib oladi. Bu yutish jarayoni sorbsiya deyiladi. O'sha eritmadan oltin tarkibli moddani o'ziga yutib oladigan yutib olish jarayoni sorbsiya deyiladi. Yirikligi 0.5, 0.8, 1 maksimali 1,5 mm qatronlar, o'sha mayda qatronlar oltinni o'ziga yutib oladi. O'sha jarayon sorbsiya deyiladi. Olingan o'sha qatronli moddalarni ajratib olib, maxsus temperaturadagi eritmalar yordamida buni tarkibidagi o'sha qatron tarkibidagi oltinni endi qatrondan ajratib oladi. Qatronni eritmadan ajratib oladi. Endi qatrondan o'sha smolalardan oltinni, ya'ni oltinni smoladan, o'sha ko'mirdan ajratib oladi. Bu jarayon esa desorbsiya deyiladi. Sorbsiya qatronga shimilishi, desorbsiya qatrondan oltinni chiqib ketishi desorbsiya. Bu bundan qatrondan chiqqan maxsus kimyoviy modda bilan eritilgandan chiqqan eritma elektroliz yordamida yoki sementatsiya usuli bilan oltinni ajratib oladi. Yoki elektroliz yoki sementatsiya. Sementatsiya bu o'sha misol keltiradigan bo'lsak, oltin eritmasiga rux kukunini tashlab, o'sha ruxning sianid tuziga o'tib, oltinni cho'kindi sifatida tushishiga asoslangan sementatsiya. Elektroliz bu maxsus vannalarda tok ta'sirida o'sha metallarni ajratib olish. Oltinni, ya'ni o'sha gidrometallurgik yo'lni qisqacha aytib o'tdim. Ya'ni dastlab ruda podgotovka qilinadi, tayyorlanadi, maydalanadi, qazib olingan ruda yanchiladi, maxsus idishlarda yoki yer ustida yoki yer ostiga eritmani berib eritib oladi. Eringan eritmani tortib olib, unga maxsus smolalar beriladi. Til degan smola bor, pen degan smola bor. O'sha smolalar qatronlarni berib, sorbsiya jarayoni, sorbsiya, desorbsiya, desorbsiyadan olingan eritma elektroliz yoki sementatsiya usuli bilan oltinni ajratib olsa, desorbsiyadan chiqqan qatronlarni yana sorbsiya jarayoni uchun foydalanadi. Ya'ni foydalanish koeffitsiyenti yuqori. Bugungi mavzuyimiz gidrometallurgik jarayon bo'yicha qisqacha ma'lumot. Ya'ni hozirgi aytib o'tib ketgan jarayonlarning barchasi o'sha 400 gradus temperaturada yuqoriga chiqmaydi. O'shaning uchun alohida bu gidrometallurgiya deb nomlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.